Assalomu alaykum hammaga. Unlock keyingi epizodiga xush kelibsiz. Bugun ko'rib turganingizdek yonimda mehmon yo'q. Nimaga? Chunki biz bugun sizlar bilan sizlarni ED, ya'ni early decisionga kerak bo'ladigan eng muhim narsalar haqida gaplashamiz va bu Common App haqida. Xo'p, Common App nima deganda? Common App bu asosan Amerikan universitetlari va boshqa davlatdagi top universitetlarga ham topshirsa bo'ladigan yagona platforma, ya'ni har bir universitetda o'zini applicationiga to'ldirib yurmaysizda, Common App bitta to'ldirasiz. Umumiy olganda bugun sizlar bilan Common App'ni uncommon usulda to'ldirishni o'rganamiz. Demak, bugun Common Application bo'lsa, biz uni uncommon application qilamiz sizlar bilan. Xo'p, bizga xudo xolasa ED'imizga ham 8 kun qoldi. ED 1-noyabr 23:59 da tugaydi. Ularning vaqti bilan 31-oktyabr 23:59 emas. Shunda 1-noyabr 23:59 bo'lsa, bizning vaqtimiz ularnikidan oldinroq bo'lgani uchun biz bemalol 2-noyabrga ham o'tib ketsak bo'ladi, lekin risk qilmasdan o'sha 1-noyabr 23:59 gacha chiroyli qilib applicationlaringizni topshirib olganlaringiz ma'qul ED uchun. Xo'p. Keyingi masala, bu video siz uchun Common App uchun ishlatadigan yagona video bo'lishini xohlayman. Nimaga? Chunki bu videoda hamma qismlarini deyarli ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozir sizlarni e'tiborlaringizni ekranga tortaman. Ekranga qaraymiz. Xo'p, demak biz bu Common App'imiz bizlarni bitta chiroyli olib kutib oladi. Xo'p, endi biza create an account qilamiz agar sizning accountingiz bo'lmasa. Demak, create accountdan boshlaymiz. Xo'p, demak, first year student, let's go. Email address unlock uzbekistan@gmail.com. We have to retype this email address, ya'ni xuddi shu email adres qo'yamiz. Passwordga password qo'yamiz endi. Sizlarga ko'rinmaydigan. Xo'p, ketdik. Which best describes you? I am applying 2025-2026, 27-28. Demak, bu yil topshirayotgan bo'lsak, demak 2026-yil fallda, ya'ni kuzda o'qishni boshlaydigan bo'lsak, birinchi boksni tanlashimiz kerak va ismimiz so'rayapti. Ismimiz Asadbek. Boshqa ism ismingni share qilasanmi deyapti. Nima deydi? Boshqa ism nima deyiladi, Behruz? Ikkinchi ism. Taxallusmi? Taxallus. Nickname, klichka. Shunaqa. Shuni so'rayapti, bizda endi yo'q bu narsa. Agar sizda yozsangiz bo'ladi. Familiya Urakov va date of birth 01 demak. Xo'p, 22 yanvar 1 deylik. Xo'p, phone 98 O'zbekistonniki bilan 95lik 779 65 75. Men bitta adres qo'yamiz. O'zbekiston va specifically masalan aytaylik Furqat 15 deb yozamiz. Chiqadimki yo'q mumkin. Yo'q, chiqmadi. Undan ko'ra mana bunday qilib yozamiz. Xo'p, Chilonzor. Va ichkariga kirgandan keyin I don't see my address desangiz bo'ladi. Agar to'liq o'zingiznikini topa olmasangiz, I don't see my address qilasizda, keyin bu yoqda to'ldirish so'raydi. Furqat 15/1 Chilonzor. Farqi yo'q, qani o'zbek tilida to'ldirasizmi, ingliz tilida to'ldirasizmi, u narsalarning uncha ahamiyati yo'q. Toshkent, postal code ham xohlasangiz Google dan kirib masalan postal code of Chilonzor desangiz chiqarib beradi. Agar shunchalik deep ketmoqchi bo'lsangiz, bizda shunda 1135. Yo'q, 10135. Yo'q, 100.135. Xo'p, 100.135. Ketdik. Adresni qo'ydik. Are you currently based in European Union country? Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland or United Kingdom? No. Would you like to receive communications from Common App? Yes. By clicking yes, create an account. Xudo xolasa bizga Common App hozir account ochib beradi. Va biz o'zimizni 2026-yilda samolyotga bilet olishimizga bo'lgan birinchi qadamni tashlaymiz. Mana bizga Common App ochib berdi. Common App'da bu yil o'zgargan, oldin boshqacha bo'lardi. Bu yoqda Common App, bu yoqda My Profile, ya'ni college selectionlar bo'lib turardi. Bu yil ozgina ko'rinishi o'zgargan. Hech qisi yo'q, informatsiyalar deyarli bir xil. Biz kirishimiz kerak bo'ladigan joy birinchi o'rinda My Common Application qismiga kiramiz va har xil seksiyonlar turibdi. Bugun biz sizlar bilan profil, family, education, testing, activities haqida qisqa gaplashamiz, writing haqida qisqa gaplashamiz va college questions haqida gaplashamiz. Activitylarni to'ldirish uchun alohida yana bitta video qilyapmiz. U narsani o'zi juda katta video bo'ladi, chunki har bir activityni chiroyli qilib tushuntirib chiqish
bu ko'proq vaqt oladi va bu narsa uchun alohida video qilishimiz kerak bo'ladi. Bugun umumiy olganda common app'ni xato to'ldirmaslik uchun nimalarga e'tibor berishlik haqida gaplashamiz. Xo'p, ketdik. To'g'risi, profil qismida bizga eng muhim bo'ladigan joyi, ya'ni college admission uchun rol o'ynaydigan joylari bu demographics qismi, geography, nationality, common app, waiver, language bo'lishi mumkin. Lekin boshqa qismlar uncha rol o'ynamaydi. Xo'p, ketdik. Legal first name Asadbek, Urakov, suffix bizda yo'q. Do you have materials under a formal legal name? No. Xo'p, aytaylik date of birth ketdi. Bu narsani to'ldirdik, boya kirganimizcha ham. Adresimiz permanent home address, ya'ni iloji bo'lsa sizni o'sha doimiy adresingizni tiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik siz viloyatdan bo'lishingiz mumkin doimiy adresingiz, lekin Toshkentda yashab yurgan bo'lishingiz mumkin. Agar siz viloyatda doimiy adresingiz bo'lgan bo'lsa, bu yoqqa viloyat tiqasizda, mailing adresda, ya'ni hozirgi adresingizda send mail to temporary alternate address qilsangiz, sizga bitta option beradi. O'sha yerda yana qo'shimcha adres qilsangiz bo'ladi. Lekin bizda no alternate address, doim o'sha yerda turganimiz uchun ketdik. Preferred phone, home, randomly qilib to'ldiramiz. Bu meni telefon raqamim, bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Alternate phone, no other phone qo'shsangiz ham bo'ladi, agar ma'lumot o'rnida nimadir qo'shmoqchi bo'lsangiz, lekin no other phone bizda. Xo'p, keyingisi eng muhim qismlariga keldik. Boshqa qismlar uncha muhim emas edi. Ya'ni muhim emas deganda hammani o'ziga to'g'ri keladigan. Demak, birinchi o'rinda bizdan gender so'rayapti. Gender bizda asosan female, male bo'ladi. Agar lekin qo'shimcha yana qanaqadir boshqacha taraflaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol uni ham kiritsangiz bo'ladi. Lekin bizda male va bu yoqda gender bilan legal sex'ning farqi. Gender bu siz hozir mamlakat Amerikada I identify myself as this degan narsalar bor. Bu masalan aytaylik siz bu yoqda yo'q genderda bo'ladigan bo'lsangiz, add another gender qilib, masalan Spider-Man deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin agar sizda masalan male, female bo'lsa, bemalol belgilasangiz bo'ladi. Legal sex bo'ladigan bo'lsa, o'sha tug'ilganingizda, o'sha pasportingizga nima urilganligi haqida. Male. Good. Pronouns, we have he and him. Xohlasangiz boshqasiga kirib Spider-Man deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi yana, agar sizda boshqachalar bo'ladigan bo'lsa, lekin bizda he and him. Xo'p, US Armed Forces, we're not the US citizens, we're not the US people, so therefore none. Are you Hispanic Latino? Bu narsalar juda o'zi kerak narsalar, ya'ni masalan Hispanic Latinolar underrepresented bo'lganligi uchun ularga ko'proq e'tibor berish mumkin, lekin bizda endi o'zingizni nima desa bo'ladi, kelib chiqqan joylaringizga qarashingiz kerak. Agar sizda Hispanic yoki Latino aralashgan nimalardir bo'ladigan bo'lsa, bemalol yesni bosib, qaysidir joydan bo'ladigan bo'lsa, qarindoshlaringiz, ota-bobolaringiz bemalol masalan Spain qilib yoki other qilib, masalan bemalol keltirib o'tsalaringiz bo'ladi. Har doim get specific. Masalan, yes deb Central America says it's not specific. Get specific always. Where no. Regardless of your answer to prior question, please indicate how you identify yourself. Bu yoqda ham siz o'zingizni kelib chiqishingizga qarashingiz kerak bo'ladi. O'zi siz masalan O'zbekistonda ham har xil joydan odamlar kelib yashaydi. Kimdir aytaylik ba'zida Greklar ham kelib chiqadi, ba'zida bizda Middle East'danlar kelib chiqadi yoki arablar ham bor. O'shaning uchun sizga eng to'g'ri keladiganini yozishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yoqda bittadan ko'proq tanlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, iloji bo'lsa Asian qilib va white qilib, white order qilib, keyin bu yoqda Central Asian O'zbek deb yozib ketganingiz ma'qulroq. Chunki Amerika bizani Asian deb hisoblaydi baribir, biz o'zimizni white hisoblasak ham. Xo'p, ketdik. Bu yoqda bizga to'g'ri keladigani to'g'risi yo'q. O'shaning uchun bemalol yozmasdan prosta white, Asian, Central Asian, O'zbek qilib ketsangiz tushunarli bo'ladi. Masalan, hozir ko'rsataman buni qanaqa ko'rinishini. Previewda ko'ramiz qanaqa ko'rinishi. Xo'p. Previewga boradigan bo'lsak, mana raceimiz bizani Asian, White, Central Asian, O'zbek tushunarli. Agar sizda qanaqadir boshqacharoq narsa bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishingiz kerak. Xo'p, languages iloji boricha aldamasdan, oshirmasdan, agar qaysi tilni realni bilsangiz bilaman, bilmasangiz bilmayman deb yozishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki ertaga qanaqadir alumni intervyu bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha tilni biladigan odam bo'lib qoladigan bo'lsa, keyin o'sha tilda gapirib qoladigan bo'lsa, sharmanda bo'lib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun iloji boricha
biladigan tilingizni gapirishingiz kerak. Qancha iloji boricha biladigan tilingizni gapirishingiz kerak. Qancha ko'p til bilsangiz, shuncha siz nima desa bo'ladi? Universitetlar uchun baribir aqlliroq, bir nimani biladigan, sohani yaxshi biladigan, o'zi atrofda sohadan tashqari ham ko'p kitob o'qiydigan, ko'p o'rganadigan inson sifatida ko'rinishingiz uchun, ya'ni ko'rinishingiz uchun emas, o'shanaqa bo'lsangiz agar, bemalol ko'p tilni belgilasangiz bo'ladi, agar tillarni ham bilsangiz va siz ko'p tilni belgilaganingizdan keyin, masalan, men fransuz tilini bilaman, masalan, men yapon tilini bilaman yoki koreys tilini bilaman desangiz, aktivitelaringizda ham qanaqadir baribir inson bitta tilni o'rgangandan keyin u narsa bo'yicha ham nimadir qilish kerak bo'ladi. Baribir o'sha narsani ham kutadi. O'shaning uchun yoki aktivitelaringizda yoki writinglaringizda o'sha narsani mention qilmagan bo'lsangiz, ozgina bu yoqda exaggeration bo'lib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha oshirmasdan yozish kerak va plus agar realni 5 ta tilni biladigan bo'lsangiz, o'sha narsalar haqida baribir mention qiling. Bu narsa sizni bitta mavzu haqida yoki butun hamma mavzu haqida qanchalik o'qiganligingiz va uqqanligingiz haqida ma'lumot beradi. Xo'p, ketdik. Number of languages you are proficient in biza bitta belgilaymiz, chunki hozir to'ldirib o'tirsak vaqtimiz ketadi. O'zbek. Bu yoqda so'raydi qanaqa? First language, speak, write, read, write. Spoken at home. Spoken at home, first language. Okay. Masalan, first language ba'zida o'zbek bo'lib, spoken at home rus bo'lishi ham mumkin. O'sha joylariga e'tibor berishingiz kerak. Xo'p, ketdik. Demak, endi bizda keyingi qismi geography and nationality. O'sha bo'yicha ko'ramiz. Birth country, O'zbek. City of birth, let's say Tashkent. Qashqadaryo, city Guzar. Number of years that you have lived in the United States, 0. Citizenship status, non-US. Qani non-US emas, biz citizen of non-US country. Imayda O'zbek citizenship. Do you currently hold a valid US visa? No. Do you intend to apply? Yes, which is F1. F1 bu student visa. Okay. Ketdik. Bu qismini ham to'ldirib oldik. Va oxirgi qismi Common App Fee Waiver. Common App Fee Waiver olish kerakmi, yo'qmi deganda, endi bu o'zingiz nima desa bo'ladi? Cho'ntagingizga qarab, agar siz har bitta kollejni $90, $100 dan to'layman desangiz, bemalol olsangiz bo'ladi, olmasangiz bo'ladi. Lekin agar siz masalan 20 ta kollejga, hammasi ham emas, 20 tadan aytaylik 90% ga fee waiver, ya'ni Common App o'sha application fee to'lamayman desangiz, olishingiz kerak bo'ladi. Demak, bizada do you meet one or more Common App Fee Waiver eligibility criteria? Yes. Which one deganda mana bu narsani biza olib bera olamiz. You can provide a supporting statement from a school official, college access counselor, financial aid officer or community leader. Ya'ni bu narsani belgilaganimizdan keyin bizni konsullarimiz, ya'ni maktabda ishlaydigan direktor bo'lishi mumkin yoki qanaqadir mas'ul shaxs kirib, ha, o'sha bola realni shunaqa kerak unga deb ko'rsatib yuborsa bo'ldi. Demak, kollejlar sizdan pul so'ramaydi. O'shaning uchun ham ko'p Amerikan kollejlariga ko'pchilik topshirishadi. Agar Harvarddan masalan har bittasini $100 dan qilib qo'yganda, I don't think Harvard would expect 50,000 people to apply. Ketdik. I certify that I understand and meet the eligibility requirements to request an admission application fee waiver. I also understand I am the first year student. My counselor will be asked to verify my eligibility. Ya'ni bu yoqda o'zimiz qanaqadir qo'l qo'yapmiz. Qo'l qo'yishimiz uchun bu yoqda ko'pchilik nima yozishni bilmaydi. O'shaning uchun Asadbek O'rakov deb to'liq ism familiyangizni pasportda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa yozishingiz kerak bo'ladi. Va would you like to connect to a U-Strive mentor? Yes. Yoki no. Farqi yo'q bu narsani. Men yes qilishni tanlagan bo'lardim. Nimaga? Chunki it shows that you're interested in getting help. Ya'ni yo'q, kerak emas, menga emasda. Ha, menga kerak, men o'rganmoqchiman degan narsani qisqagina bo'lsa ham ko'rsatib ketadi bu narsa. To'g'ri, sizni aytaylik juda bilimli yoki juda qiziquvchan qilib ko'rsatmaydi, lekin qisqa bo'lganda ham informatsiya beradi. Xo'p, ketdik. Demak, bizda family qismi, bizda Common App Fee Waiverimizda nima bo'ldi? Ammo okay. Namchi Common App o'zini ozgina muammosi, u hech narsa qilmaydi. Fee waiver olishingiz uchun baribir konsullik qilgandan keyin menimcha yashil bo'ladi. Xo'p, parents marital status, ya'ni uydagilarni hozirgi turmushdagi holati, ya'ni married, separated, divorced, never married, widowed, civil union, domestic partners. Demak, asosan bizda married bo'ladigan bo'lsa, o'sha ular qanaqadir qonuniy doirada oila qurishgan, separate alohida yashashadi, lekin hali ham qonuniy
nikohlari bor. Divorced ya'ni qonuniy nikoh ham ajralgan, never married uylanmasdan birga yashashadi, widowed ya'ni bittalari vafot etib qolgan, civil union, domestic partners. Menimcha bu qanaqadir aytaylik kelishuv asosida bo'lgan narsa. Xo'p, demak bizada aytaylik married, bu narsani o'zingiz holatingizga kelib to'ldirsangiz bo'ladi. With whom do you make your permanent home? Parent 1, parent 2. Do you have any children? Bu sizni bolalaringiz so'rayapti, ularnikini so'ramayapti. O'shaning uchun no qilasizda va ular haqida ma'lumot keltirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Eng muhim holati bu yoqda, endi ota-onangizni kimligi uncha qiziq emas. Bu yoqda eng asosiy e'tibor beradigan joyimiz oxirgi ikkita joyi. Bu yoqda ota-onangiz haqida ma'lumot to'ldirayotganda mana bitta so'raydi. Hozir nima ish qiladi va highest educational level, ya'ni qaysi joyda o'qigan. Endi birinchisi haqida gaplashadigan bo'lsak, ota-onangiz aytaylik sizni qanaqadir lawyer bo'lsa yoki doktor bo'lsa yoki biznesmen bo'lsa yoki qaysidir politikada balandroq, yuqoriroq lavozimda ishlasa, sizni aktivitalaringizni tasavvur qiling, sizni oilangiz lawyer, sizni lawyerda internshipingiz bor har xil kompaniyalarda, law firmalarda har xil experiencelar qilgansiz. Bu narsa qanaqadir ozgina shubhali ko'rinadi Lyuboy admissions officerga, Lyuboy odamga. Nimaga? Chunki balki oilangizni tanishlari orqali kirib qolgandir. U narsa ko'pchiligimizda shunaqa, baribir uydagilar olib kirib qo'yadi, uydagilar rekruter olib beradi, internship olib beradi. O'shaning uchun ham realniy o'sha experience qayerdadir track experience yoritib bergan bo'lishingiz kerak. U narsa bo'lishi mumkin qanaqadir dokumentatsiya, u narsa bo'lishi mumkin qanaqadir video spotlari, u narsa bo'lishi mumkin qanaqadir o'sha joydan recommendation letter. Ya'ni oilangiz agar sizni masalan tasavvur qiling, sizni oilangiz maktabda o'qituvchi bo'lsa-da, siz aytaylik umuman politikada sog'liqni saqlash vazirligida qanaqadir internship qilsangiz, uncha aloqasi kamroq bo'lganligi uchun sizdan bu narsaga ishonish realniroq bo'ladi. Chem oilangiz sizni sog'liqni saqlash vazirligida nimadir lavozimda ishlaydi, siz qaysidir aytaylik davlat klinikasida internship qilyapsiz. Bu narsa sal shubhali ko'rinadi. Siz oilangiz hal qilib qo'ygan bo'lishi mumkin siz o'rningizda. O'shaning uchun o'sha klinikadan iloji boricha u activity'ni qilmaylik demayapman. O'sha klinikadan yoki o'sha joyga activity qilayotgan vaqtingiz experience'laringizni yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, occupationimiz masalan bizda aytaylik order deb yozib specify qilsak bo'ladi, lekin mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, o'shani tanlasak ham bo'ladi, lekin specify qilish doim yaxshi. Nimaga? Chunki specify qilsangiz ancha detailed ko'rinadi. Masalan, Ministry of Education masalan. Xo'p, employment status, employed, unemployed, retired, self-employed. Employed degani bu lavozimda ishlaydi. Unemployed hozir hech qanaqa aytaylik qonuniy lavozimi yo'q. Retired bo'ladigan bo'lsa nafaqaga chiqqan, self-employed bo'ladigan bo'lsa o'zi ish bilan ta'minlaydi. Masalan, aytaylik ko'chaga chiqib nimadir sota oladigan bo'lsa o'zi ish bilan ta'minlaydi. Hech kim uni kutib, mana shunaqa sistema qo'yib bermagan. Xo'p, ikkinchi bizda highest educational level ham bor. Highest educational level bizga nima uchun kerak? Ikkita maqsadda kerak. Agar ota-onangiz universitetda o'qigan bo'lsa, agar Amerika universitetida o'qigan bo'lsa, bu qanaqadir sizga legacy sifatida yordam berishi mumkin va sizni qanchalik aytaylik nufuzliroq oiladan kelayotganligingizni ko'rsatishi mumkin. Agar lekin sizni oilangiz yoki dadangiz qayerda o'qimagan bo'lsa ham uyalmasdan bemalol yozaverishingiz kerak nima bo'ladigan bo'lsa. Agar masalan prosta tak maktabni bitirgan bo'lsalar ham maktabda completed graduated from high secondary school bemalol yozib qo'ysangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki bu narsa sizni first gen sifatida kollejda ko'radi. First gen degani o'sha oilasidan birinchi kollejga borayotgan inson sifatida ko'radi va bu ham sizga advantajga ishlashi mumkin. Demak, bizada katta lavozimda ishlasa ham zo'r, hech qanaqadir aytaylik boshqacharoq lavozimlarda yoki hech qanaqa lavozimda ishlamasa ham bu yaxshi. Nimaga? Chunki bu sizni holatingizni ko'proq tushuntirib bera oladi admissions officerga. Endi keyinchalik bizda universitetga keladigan yoki education levelga keladigan bo'lsa ham universitetda o'qigan bo'lsa yaxshi, lekin universitetda o'qimagan bo'lsa ham bu ham sizga advantage bo'ladi. O'shaning uchun hamma narsani honest bo'lib yozaverish kerak. Xo'p, bu yoqda tushuntirib o'tib ketaman nimaligini, shu sizlar ham qiynalmasliklaringiz uchun. Hech qanaqa narsasi yo'q, hech qanaqa aytaylik formalniy ta'lim yo'q. Formalniy ta'lim o'zbekchasiga rasmiy ta'lim yo'q. Some grade primary school, ya'ni bizada примерно 5, 6, 7 sinfgacha o'qigan. Keyin bizada o'sha maktabda 3 ga bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda primary, demak bizada 1 dan 4 gacha,
keyin 5 dan 9 gacha, keyin 10 11. 10 11 high school hisoblanadi. O'zi 9 ham qo'shib olsangiz bo'ladi high schoolga. Demak, primary school o'sha 4-sinf bitirdi. Some high secondary school graduated from secondary school, ya'ni 11-sinfni bitirdi. Mana bitta maktab 9-sinfdan ketib qolgan, nimadir muammolar bo'lib. Keyin mana some trade school, community college, ya'ni masalan hozir texnikumlar bor har xil yoki oldinlari texnikumlar bo'lgan, o'shalarni bitirib, o'sha ota-onamiz davrida asosan kollejlar bo'lgan, kollejlarni bitirib sразу ishga kirib ketgan bo'lsa, bitirgan bo'lsa, buni agar bitirmasdan ketgan bo'lsa, undan oldingisini. Some college university graduated from college, graduate school ichiga kiradi, PhD kiradi, uni professor kiradi, doktorantura kiradi, hammasi kirib ketadi. Xo'p, ketdik. Demak, buni to'ldirasizlar va asosan siblingga keladigan bo'lsak, parenting ham xuddi shunaqa ahvolda bo'ladi. Siblingga keladigan bo'lsak, agar oilangizda ko'p farzand bo'ladigan bo'lsa, u narsa qanaqadir baribir sizni qanaqa oiladan kelayotganligingizni tushuntiradi. O'sha narsa haqida ham ma'lumot berib keting. Sibling haqida ko'p narsa so'ramaydi. Kim, necha yosh, qanaqa, nima deb so'raydi bo'ldi. Xo'p, keyingi qismi educationga kelamiz. Xo'p, demak bizda keyin current most recent secondary high school, bunda biz oxirgi o'qigan maktabimiz yoki hozir o'qib turgan maktabimizni kiritamiz. Demak, current most recent secondary high schoolga kirganimizda bizada har xil optionlar beradi. Bizani maktabimiz asosan bo'lmaydi. O'shaning uchun bu yoqda country bilan qidiramizda O'zbekiston qilamiz. O'zbekistonda bir ikkita maktablar bor. Agar sizning maktabingiz bu listlarning ichida bo'lsa, bemalol topshirsangiz bo'ladi. Lekin sizning maktabingiz asosan listlarning ichida bo'lmaydigan bo'lsa, I don't see my high school in the list qilamizda davom etamiz. Xo'p, davom etganimizdan keyin high school'imizning name, masalan, secondary general school number masalan 76 va bu O'zbekistonda qanaqa maktab deganda biza public bor, charter bu United States Colleges, Amerikada bo'ladi asosan charter maktablar, O'zbekistonga boshqa joylarda bo'lmaydi. Charter maktablar degani bir ikkita ustozlar yoki o'sha communityning liderlari yig'ilib qanaqadir maktab ochishadi. U davlatning qarorida bo'ladi asosan. Demak, public, charter, religious, homeschool, independent bu private ga to'g'ri keladi. Aytaylik public school, address line masalan aytaylik Furqat 15-1, city Chilonzor, state province Tashkent, postal code yana nechidir qo'ymasangiz ham bo'ladi. Xo'p, maktabimizni qo'yganimizdan keyin date of entry, ya'ni bu maktabga qachon kirganimiz. Maktabga o'sha qachon kirganimiz emas, bu maktabga qachon kirganimiz. Masalan, siz aytaylik 8-sinfda maktab o'zgartirgan bo'lsangiz, o'sha 8dan boshlab shu maktabda o'qisangiz, 8dan boshlab deysiz. Yoki lekin agar siz aytaylik 3-4 ta maktab o'zgartirib olishadi ba'zilar, nima uchun o'zgartirganligi aytmaydi. Iloji bo'lsa haqiqat qilib yozaverish kerak. 3-4 ta o'zgartirganman deb. Transkript bo'ladimi yo'qmi? Chunki essaylaringizda ba'zi bir shaharlar orasida yurganlar haqida gapirganda ham maktab bitta bo'lgan bo'lsa tushunarsiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun nechta bo'lgan bo'lsa xuddi shuni yozaverish kerak. Date of entry, masalan aytaylik 2016-yil yanvarda kirganman. Boarding school degani qanaqadir bu o'sha yotib yashaydigan maktabmi? Yo'q, unaqa emas. Did you will graduate from the school? Yes. Yoki qaysidir maktabga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, nima uchun o'zgartirmoqchiligingizni gapirib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi mana bu yerda. Xo'p, did you will? Yes, I will graduate. Qachon graduate qilaman? 2026-yil, masalan, mayda desak. Bu yoqda bizada nima o'zgarishlar bo'lgan o'qishingdan beri, agar sizda hech qanaqa aytaylik did or will graduate early, ya'ni siz maktablar orasida, fanlar orasida sakragan bo'lsangiz, u narsani bossangiz, keyin tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa? 250 ta so'zda. Yoki did will graduate late, yoki kechikkan bo'lsangiz, bitta maktab qolib ketgan bo'lsangiz, yoki aytaylik siz bitta sinfni 2 ta marta o'qigan bo'lsangiz, 7-sinfda ekzaminlardan fail qilgansiz, ya'ni 7ni qaytadan o'qigansiz. Did or will take time off, ya'ni orada vaqt olgansiz, time off, ya'ni gap yerchalik uzoq emas, lekin ozgina bo'lsa ham vaqt olgansiz. Did or will take gap year. Gap year bu aytaylik maktab orasida va bu narsani ko'pchilik maktabdan keyingisini ham qo'shishadi. O'shaning uchun bemalol bosib maktabdan keyin gap year olganman deb tushuntirib ketsangiz bo'ladi bu yoqda. Did or will take gap year. Agar gap year olgan bo'lsangiz, lekin gap year olmagan bo'lsangiz, no change in progression qilib shuni davom etsangiz bo'ladi. Agar hammasi smooth bo'ladigan bo'lsa. Lekin did or will take gap year bo'lsa, mana bu yerda to'liq qilib tushuntirib yozish kerak. Nima uchun gap year olganligingiz haqida.
Hop, ketdik. No change in progression. Bu yoqda nechta maktabda o'qigan bo'lsak, hammasini kiritamiz. Agar 3 tagacha kiritsa bo'lar ekan, har birini qo'shib chiqib, qachondan qachongacha va har birini nima uchun left qilganimiz. Asosan bu narsalar bo'ladi. Uydagilarimiz ishi o'zgaradi, lokatsiya o'zgaradi yoki ba'zida biz yaxshiroq maktabga kira olamiz, grant ola olamiz yoki masalan tasavvur qiling, siz 9-sinf bitirib litseyga ketdingiz, litseyga ketganingiz haqida nima uchun deganda rigorous kurikulumligini tushuntirib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Maktabimda yaxshi kurikulum edi, lekin litseyda rigorousroq bo'lganligi uchun litseyga o'tdim desangiz, siz yanada yaxshiroq harakat qilayotganingizni ko'rsatayotgan bo'lasiz. Agar lekin siz masalan uydagilar o'zgarganligi uchun, uydagilarning lokatsiyasi o'zgarganligi uchun o'zgargan bo'lsangiz ham bu tabiiy holat va o'sha joyda nimalar o'rganganligingiz haqida ozgina gapirib ketsangiz bo'ladi. Chunki siz international studentsiz, 250 ta so'z bu sizga gapirish haqingizda imkoniyat. Great. Xo'p, gap yerda nima yozaman deb ketsangiz, agar gap yerda olgan bo'lsangiz, gap yerda asosan ikkita sabab bilan olinadi. Birinchi yil topshiriqlarda o'qishga kira olmaydi, keyin nima qilaman deydi. Aytasiz, birinchi yil sinab ko'rdim, lekin mana bunaqa muammolarim tufayli o'qishga kira olmadim. O'qishga kira olmadim emas, mana bunaqa muammolarim tufayli rejalarim keyinroqqa qoldirildi. Xo'p, gap yer haqida keladigan bo'lsak, gap yer haqida siz essay yozmoqchi bo'lsangiz, asosan siz gap yerda ikkita sabab bilan olinadi. Ba'zida realniy topshirmaydi. Birinchi yilda nimaga tayyormasligini biladi, qaysidir EC'lar yoki qaysidir essaylar tayyormasligini bilishadi, topshirishmaydi. Ba'zida topshirib ko'radi, o'xshamaydi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham siz aytishingiz kerak bo'ladi. Realniy o'sha ma'noda sizda nimalar o'xshamadi, nimalar xato qildingiz, nimalar gap yerda qildingiz, o'shani nimalar o'xshamadi haqida qisqagina gapirib, gap yerda nimalar qilganingiz haqida ko'proq gapirsangiz bo'ladi. Ya'ni nimalar qilganingiz emas, nimalar qilganingiz hammasi ko'ringan bo'ladi activity boshqa seksiylarda. Nima uchun u narsalarni qilganligingiz haqida asosiy aytaylik overarching reason bo'ladi, o'sha narsani gapirib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, other secondary high school to'ldirasiz, ketdik. Colleges, universities. Bu yoqda agar siz qaysidir kollejdan kurs bor olgan bo'lsangiz kiritasiz, lekin bizning holatimizda 0 bo'ladi. Va bu narsani agar sizda bo'ladigan bo'lsa ham, masalan, qaysidir kollejdan kurs olgan bo'lsangiz, bu narsani kiritib, keyin activityga ham alohida kiritsangiz bo'ladi. Nimaga? Bu narsa siz, demak, academicsni qayta yozayotganingiz bu repetition emas, qaytamiga bu narsa sizga muhimligini ko'rsatyapsiz. Va bu joylarni ko'pchilik admission officerlar skip qilib o'tkazib yuborishi mumkin. O'shaning uchun academicsda qaraganda ko'radi o'sha narsani. O'shaning uchun agar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kiritsangiz bo'ladi. Xo'p, lekin ehtiyot bo'ling. Men bitta sizni agar ko'p fan kiritib olsangiz yoki degreelarni qo'shib olsangiz, sizni transfer student sifatida ham qabul qilib qolish mumkin. O'shaning uchun tushuntirib o'tishingiz kerak bo'ladi agar sizni qanaqadir transfer bo'yicha ko'raman desa ham. Grades. Demak, grades qismida bizda eng muhim joy graduating class size. Bu narsa approximately deb yozib qo'yibdi. Graduating class size degani 11-sinflarning orasida 11-sinflar nechta bo'lgan umumiy olganda? O'sha sizni maktabingizda bitiradigan odamlar nechta bo'lgan? Bu sizni gruppangizdan emas, 30 ta odam emas, balki 5 ta gruppa bo'lsa 150 ta odam bo'ladi. Примерно bo'ladi college consularies, ya'ni university consularies maktabdagi u aniq qilib yozadi. Xo'p, bizda demak 100 ta, class rank reporting bizda yo'q, o'shaning uchun non qilib yozamiz. GPA scale reporting 5 dan, agar 10 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 dan 100 dan qilsa ham bo'ladi, lekin bizdagi 5 dan va cumulative GPA общий o'sha siz submit qiladigan GPAlarda necha? 5. Xo'p, ketdik. GPA unweightedmi, weightedmi? Bizniki unweighted, ya'ni ba'zi bir fanlar boshqa fanlarning 5 dan ko'ra, ba'zi bir fanlardagi 5 boshqa fanlarning 5 dan ko'ra muhimroq degani emas. Ketdik. Demak, grades qismini to'ldirdik. Va bizda current or most recent courses. Bu yoqda eng muhim kurslarni belgilaymiz. Masalan, jismoniy tarbiya, keyin harbiy xizmatga tayyorgarlik emas, matematika, fizika eng muhim fanlarni kiritamiz. Agar sizning maktabingizda qanaqadir boshqacha kurslar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni ham kiritishingiz kerak bo'ladi. Maksimum kiritish kerak. Masalan, qanaqa kiritiladi deganda bittasini example qilib ko'rsataman. Bizda quarterly, ya'ni choraklik va subjektimizni birinchisi, masalan, algebra, nomimiz matematika. Bu yoqda nomini iloji bo'lsa o'zbekcha bo'ladigan bo'lsa yoki ruscha bo'ladigan bo'lsa, shunday Google Classroom yoki ChatGPT dan translate qilib yozasiz. Course level, regular standard, accelerated, advanced, AP. Xo'p, har xil turdagi kurslar bor. Endi bu narsa zo'r bo'lardi agar bizda AP lar bo'lganda yoki AS A levellar bo'lganda, biza kurs rigorimizni ko'rsatish uchun qanchalik
qattiq programmada o'qishimizni ko'rsatishimiz uchun, lekin bizda afsuski public schoollarda unaqa narsa yo'q, shuning uchun regular class. Agar lekin sizda IB yoki A levelda bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni birinchi o'rinda yozish kerak bo'ladi. Masalan, advanced placement AP, masalan AP physics deb yozish kerak bo'ladi. Xo'p, ketdik. Course schedule, 4 year, ya'ni yil davomida o'tilgan yoki 3-kvartalda faqat o'tilgan yoki first bilan 2 da o'tilgan faqat desangiz ham bo'ladi. Xo'p, ketdik. Demak, gradeslarni tushundilaringiz qanaqa kiritish bo'yicha. And we have honors. Honorslar kiritilish kerak, qanaqadir natijalarga erishgan bo'lsangiz, agar honors 3 xil usulda yozishni maslahat beraman. Birinchisi bu, agar honor impressive bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz impressive deb ko'rsangiz u narsani, realni arziydi deb ko'rsangiz va u narsa common bo'ladigan bo'lsa, uni qisqa qilib yozish kerak. Aytaylik, impressive, what is common and impressive. Aytaylik, sport bo'yicha qanaqadir chempionat yoki activity, masalan aytaylik, futbol national champion. Nechta komanda bo'lganligi, lekin iloji boricha qisqa yozish kerak. Agar impressive lekin common bo'ladigan bo'lsa, lekin common degan narsa sal tushunarsizroq bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zbek kontekstida ko'p narsa amerikaliklar uchun common bo'lmaydi. O'shaning uchun iloji boricha kontekst berib yozish kerak. Kontekst qanaqa berib yoziladi deganda, honor bilan activities haqida alohida session qilamiz, YouTube video joylaymiz, o'shanda to'liq yozib chiqqan bo'lamiz. Lekin masalan aytaylik, oddiy yozganda aytaylik, golden medalist qaysi olimpiada, masalan aytaylik, national deylik, national biology olympiad. Xo'p, nechta odam? Masalan, 1 out of 225 people aytaylik, golden medalist ham faqat sizgina golden bo'lgansiz. Absolutely golden medalist desak, absolute golden medalist National Biology Olympiad 125. Masalan, xo'p, yana nima bo'lishi mumkin bu narsada? Xo'p. Aytaylik, siz birinchi o'rin bilan ikkinchi o'rin orasida qanchalik gap borligi haqida yozib ketsangiz bo'ladi. Umuman olganda kontekst beradigan hamma narsa berish kerak. National Biology Olympiad Xo'p, 125, 24 provinces masalan. 24 provinces qatnashgan, ya'ni state o'sha shaharlar qatnashgan, 25 ta odam bo'lgan. National Biology Olympiadda men golden medalist bo'lganman deb yozsangiz bo'ladi. Xo'p, grade level qachonligi? Bu narsani ko'pchilik adashtiradi. 9 ni qo'ysam Amerikada 10 ku, 10 ni qo'ysam 11 ku deydi. Bu narsani qanaqa qilsa bo'ladi? Ikki xil yo'li bor. Xohlasangiz 11 ni 10-sinf ko'rib, 12 ni 11-sinf ko'rib qilsangiz ham bo'ladi. Faqat u narsaga tushuntirish berib ketishingiz kerak bo'ladi. Additional information section bor writing qismida, ya'ni men applicationimda 9 ni biqildim, 10 ni biqildim, 11 ni biqildim deb ko'rsatib ketishingiz kerak bo'ladi. Konsullaringiz ham xuddi shu narsani qilish kerak bo'ladi. Yoki siz masalan 11 ni 11 qilib, 10 ni 10 qilib, 9 ni 9 qilib qilsangiz ham baribir xuddi shu narsaga description berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men o'zim applicationimda 11 ni 11 qilganman bizada, chunki 11 yillik 12-yilda activity qilmaganman degani emas. Meni 11 men highest, bundan keyin bitirganman deb tushuntirib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, 11 levels of recognition maktab ichida, o'sha shaharimiz ichida, butun O'zbekiston xalqaro. Butun nun ichida, davlat ichida. Ketdik. 5 tagacha honor mumkin. Xo'p, keyin bizda demak community based organization, agar qaysidir organization sizga tekin yordam bergan bo'lsa, u narsani bemalol siz, ya'ni tekin yordam bergan degan bo'lsa, degani u masalan siz videoni ko'rib, o'rganib kirganingiz emas. Realni siz biladigan odamingiz sizga birga bir o'tirib yordam bergan bo'lsa, kiritasiz u narsani, kiritsangiz yaxshiroq. Nimaga? Chunki ular haqida ham sizdan so'rab qolishi mumkin qachondir. Agar qaysidir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ularga kontaktga chiqishi mumkin. Shuning uchun agar bo'lsa ha, bo'lmasa yo'q. Future plans eng muhim joylardan bittasi Common App'imizda. Bu yoqda biz qarang. Highest degree you intend to earn, ya'ni yo'nalishingiz bo'yicha ketasiz. Tasavvur qiling, siz qaysi yo'nalish bo'yicha ketmoqchisiz? Siz aytaylik author, ya'ni writing yo'nalishi bo'yicha ketmoqchisiz. Shunda siz masalan aytaylik I want to be let's say PhD educational doctor etc. qilmoqchiman. Career interestda mana bitta writer journalist turibdi, lekin siz writer journalist yozmaysiz. Nimaga? Chunki we want to be specific, we want to show what we want to do. Other qilib yozamizda, masalan aytamiz. Aytaylik
business MBA qilaylik. Aytaylik social entrepreneur. Keyin tushuntiramiz. I want to qisqa lekin want to implement AI to education. Mana shunaqa. I want to implement AI to education. Yoki I want to personalize education through AI. I want to personalize education through hamma through AI. Mana. Shu narsani yozadigan bo'lsak, bu qanaqa ko'rinadi bilasizmi? Previewga kiramiz. At the end. Просто так future planlari writer bo'lishmasda other social entrepreneur I want to personalize education through AI business. Ya'ni this is strong specific o'sha narsa haqida yozish kerak. Ketdik. Xo'p, demak testing qismida bizada ACT, IELTSlarimiz bor. Agar sizni ACT optional qilaman desangiz ham ACT kiritsangiz bo'ladi, chunki ham universitetlar so'raydi. ACT ni consider qilaylikmi deydi. O'shanda yo'q bosib qo'yasiz, lekin kiritsangiz bo'ladi. Xo'p, kiritish bo'yicha ham ozgina muammolar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, aytaylik common-ni kiritamiz, IELTS, ACT va AP subject testlar masalan. Xo'p, ketdik. ACT bo'yicha kiritadigan bo'lsak va international applicants, ya'ni siz maktabdan bitirayotganingizda ekzamenlar topshirganmiz. Hamma maktabda ekzamen topshiramiz, davlat ekzameni bor, o'shaning uchun ha deb javob beramiz bu narsaga. Ketdik. Demak, SAT ni kiritish bo'yicha super score degan narsa bor. Super score bu yoqda kiritsangiz bo'ladi. Aytaylik, nechta marta SAT topshirgansan, nechtasini report qilmoqchisan? Ikkitasini report qilmoqchiman. Ikkitasini report qilmoqchi bo'lsam, SAT score yo'q. Number of future settings, agar siz masalan ET topshiryapsiz, lekin dekabrda ham topshirmoqchi bo'lsangiz, topshirmoqchiman. Qachon? 2025 dekabrda topshirmoqchiman. Highest evidence base sizda masalan 790 bo'lgan, qachonda? November 8da va highest mass score 780 bo'lgan, sizda aytaylik oktober 10da, yo'q, oktober 4da ekan. Mana shunaqa. Yozsangiz bo'ladi. Bu ular hisoblaydida, qarab, buni super score 1500 nechi bo'ladi shunda? 1570 ekan deydi. Xuddi shu fayllarni siz upload qilishingiz kerak bo'ladi yoki college boarddan jo'natishingiz kerak bo'ladi. Number of IELTS, the same thing. IELTS bir marta topshirganman, kelajakda topshirmoqchi emasman. Eng baland listeningim qachon o'sha chiqqan, readingim qachon chiqqan, writingim qachon chiqqan, speakingim qachon chiqqan, общийsi qachon chiqqan. Buni ham super score qilsangiz bo'ladi. Va senior living examinationsda agar siz maktabni bitirgan bo'lsangiz, o'sha tabelga qaraydigan bo'lsangiz, oxirida sizga balliz bo'ladi. Tabelni ko'rsangiz balliz bo'ladi. Masalan, aytaylik, siz o'rtacha 11-sinfda adashmasam 5 ta fandan topshiriladi. Qachon? Kim buni olgan? Olgan deganda, bu yoqda baribir bo'lmaydi. O'zbekistonniki adashmasam yo'q. Yo'q. O'shaning uchun order qilasizda. Xo'p, order qilasizda, keyin mana bu yerda Ministry of Public Education, Ministry of Public and Secondary Education. Ya'ni o'sha maktabgacha va maktab ta'lim vazirligini yozib ketamiz-da bu narsaga. Qisqa qilib, tushunarli qilib, qaysi fandan? Maths, necha olganman? 5 olganman, actual yoki predicted. Ya'ni lekin bizda predicted bo'lmaganligi uchun o'shaning uchun bu yoqda you have already taken ga 0 qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni hali olmaganmiz. Bizning javobimiz masalan qachon ekzamen bo'ladi? Bizda iyunlarda ekzamen bo'ladi. Ungacha u narsa hali aniq bo'lib ketadi. Xo'p, demak ketdik. Activities bo'yicha aytdim, alohida session qilamiz. Activity bo'yicha hech narsa shart emas hozir. Writing qismiga keladigan bo'lsak, writing qismida ham personal statement o'zi ham alohida bitta topic. U narsani ham qo'yasiz. Iloji boricha preview qilib ko'ring o'zingizni personal statementingizni, chunki qanaqa bu yoqda ko'rinayotganligi xuddi admission officerligi ham xuddi shunaqa ko'rinadi. Ketdik. Course and grades hamma universitet ham require qilmaydi. Masalan, Stanford require qilishi mumkin. Demak, shu bilan biz Common App qismimiz tugadi. Common App qismida oxirgi qismi qolgandi. Grades qismi. Grades qismini hamma universitetlar ham qabul qilmaydi. Ba'zilar qabul qiladi. Masalan, Stanford u narsani require qiladi. Aytaylik, bu narsa ozgina vaqt oladigan narsa, lekin shunchaki tabeldagi fanlarni qo'yib chiqasiz. Qaysilariga bahoyingiz bor. Agar sizda bahoyingiz hali masalan 11-sinfda o'qisangiz, u faqat 10-sinfniki qo'yib chiqasiz, xolos.
Xo'p, endi qarangizlar, my college qismiga kiramizda bitta college qo'shamiz. Masalan, aytaylik, mana bu yerdan bitta mashhurroq college qo'shaylik. Okay. Austin College, Bard College, Barnard. Davayt Barnard qo'shamiz. Barnard is all women college. Ya'ni faqat ayollarni qabul qilishadi. Xo'p, my college qismiga kiramiz. Ya'ni Common App hamma college'ga bir xil ketadi bu tarafi. Mana bu Common Application tarafi hamma college'ga bir xil ketadi, lekin mana bu my college qismi hamma college'ga alohida bo'ladi va buni o'zini savollari ham bo'ladi. Demak bizda savollarni umumiy ko'rib chiqadigan bo'lsak, ketdik. Prefer starter qachon apply qilmoqchisan? 2026 ga kirmoqchiman. ED mi yoki regularmi? ED apply qilmoqchiman. Barnard o'sha ayollar kirish kerak. Men ayolman demoqchiman. Yes. Endi men prosta example sifatida qo'yapman bu narsani. Okay. Early decisionga roziman. ED ga topshirayotganimdan to'liq topshiraman. Yes, I'm pursuing need-based financial aid, ya'ni financial aid xohlayman. Men bu yerda nimadir apply qiladim yo'qmi? I think yes, as a school boyaga fee waiver qo'yganimiz, your school official can send a document. Ya'ni u dokument qanaqa bo'ladi? Oddiy maktab dokumenti sifatida qo'ysa bo'ladi. Xo'p, Barnard waives the application fee for students who participate in Barnard Bound program with College Horizons. No, we didn't participate in these programs. Do you want to apply for Rhodes Scholarship? I don't think they are applicable for international students, so therefore no. Hop, bu yoqda qanaqadir problema qilganmisan, guilty bo'lganmisan? No. Bu narsaga yes desak, sizni prosta chiqarib yuborish mumkin applicationdan. Shuning uchun no. Endi o'zi no bo'lishi kerak. Nima o'qimoqchisan? Birinchi o'rinda masalan men aytaylik biznes o'qimoqchiman, pre-business bor ekan, education o'qimoqchiman va psychology o'qimoqchiman. Yoki neuroscience, behavior bor ekan. O'sha narsalarni tanlayman. Unique programs, specific programs, yes, let's go. Masalan, I want to take maybe higher education opportunity program, yes. Bu yoqda demak in the box below, please indicate if you're considering deferral to fall. No, we're not considering a deferral. Have you found a responsible? No. Yani bu yoqda ham yana ayb qilganmisan deyapti, yo'q. Resumengiz bo'lsa upload qilishingiz kerak. Resume qilish haqida yana bitta alohida session qilamiz. Okay, let's go. Contacts bu yoqda asosiy ularni bilmoqchi bo'lgan narsasi, Barnard haqida qanaqa bilding, oldin Barnardga topshirganmisan? Короче, bu for marketing purposes. That's it. Familyda asosiy bilmoqchi bo'lgan narsasi Barnardda aloqador nimadir kimingiz bormi yo'qmi, o'sha narsani bilmoqchi. Kimdir apply qilyaptimi senga o'xshab yoki kimdiring bormi Barnardda? No. Qachondir Barnardda yoki Kolumbiyada kimdir ishlaganmi? Yo'q. Yes, siz kimligini so'raydi. Okay, let's go. Standardized test course bora so'radim. Bu yoqqa kiritgan bo'lsangiz ham bu yoqda consider qilmaslik mumkin, chunki bularda test optional narsa bor ekan. Bu yil keyingi yildan o'qib ketishi mumkin. No, I am not submitting my SAT. Xo'p, writing qismi, demak Barnardda bitta supplemental essay bor ekan. Bu asosan imagine a conversation with her. What would you discuss? How might her perspective challenge or shift your own? Share how this new mindset could influence your approach to learning and engagement goals and within the beyond classroom. Endi muhim joyga o'tamiz. Writing qismlarini gapirib o'tirmaymiz hozir. Xo'p, recommenders and FERPA qismida bizada eng muhim joylardan bittasi, chunki bu yoqda recommendation letterlar qo'yilishi kerak. O'zingiz qo'ymaysiz, qo'yadigan odamlarni kiritasiz. Complete release authorization, bu yoqda yes, I have understood everything qo'yasiz. E'tibor bering, I acknowledge everything. Faqat men bitta I waive my right to view all recommendations. Ya'ni men o'zimni huquqimni, ya'ni recommendation letterlarni ko'rmaslikni tanlayman deyapsiz. Nimaga? Chunki sizni orqangizdan bu narsalar, ya'ni ustozlarni jo'natgan vaqt o'zi qonun bo'yicha siz ko'rmasligingiz kerak va bu narsa fair chiqadi. Shuning uchun I waive qilasiz. Signaturega yana to'liq ismingiz Sadbek O'rakov va datamiz 24-kun. Bugungi data. Okay, understand? Demak, bu yoqda endi recommenderlarni invite qilsangiz bo'ladi. Demak, sizda consular bitta invite qilasiz. Consular kim desa, maktabda ishlaydigan administratsiyadan yoki umumiy olganda butun studentlarning hayotini kuzatib yuradigan inson. Parent, ya'ni biz ED tanlaganimiz uchun parent so'rayapti. ED parentga ham alohida common app account ochiladi-da, u keyin prosta kirib
submit qilib yuboradi. ED topshirmoqchi deb. Keyin ikkita teacher va other recommender bu qanaqadir employeelar, peerlar o'shalar bo'lishi mumkin va advisor. Advisor bu o'sha Common Apps'da access bo'ladi. O'sha odam ko'rib chiqadi mana bu yerda, lekin hech qanaqa format yoki universitetga topshira olmaydi behalf of you. Demak, hammasini qo'shish uchun ularga invite recommender qilasiz. Masalan, consular qo'shmoqchiman, email adresi nima, ismi nima, familiyasi nima, keyin unga email boradi. O'sha emailga keyin ular ochib to'ldirishadi. The same thing with school. School teacherlarda ozgina problema bor. Problema bor deganda ham problema emas, shunchaki siz fanini ham kiritishingiz kerak bo'ladi. Invite teacher qilamiz. Xo'p, email adresi, relationship other recommender bo'lib ketdi. One second. Common App is lagging. Okay, mana invite teacher email adresi, qaysi fandan o'qitadi, ismi, familiyasi, o'sha narsani mana bu yerda qilish kerak hammasida. Va shu bilan Common App tayyor. Endi sizlarda asosiy qolgan narsalaringiz asosan bizada honors section, activities section va university specific supplemental essays, personal statements, additional information section. Bo'ldi. Bu narsalarni aytaylik, biz activitylarni, honorlarni ko'rib chiqamiz boshqa alohida videoda, uni ham tayyorlayapmiz hozir. Va biz recommender accountidan nimalar qilish kerakligini ham alohida ko'rib chiqamiz. Va plus biz xo'p, recommender accountini ko'rib chiqamiz. Bizda writing qoladi va college questions qoladi. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi video ham shundan iborat edi. Foydali bo'ldi degan umiddamiz. Hozir hamma Common App videolarini bitta playlistga joylab qo'ymoqchimiz. Shu regular decisiongacha bemalol ko'rib, ishlatib foydalansangiz bo'ladi. Bu 2025-yil oktyabr oyiga aloqador ma'lumotlar va hammasi o'zimizni bildirilgan fikrimiz. Shuning uchun qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi linklarga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Ungacha ko'rishguncha.